Assalomu alaykum, hurmatli muajiratga aziz qarindoshlar, hammanglarning uch oybat xayrli bo'lsin. Ben Stockholmdagi tug'ilgan Hamiddan hammanglarga o'tliq salom. Ovoz chiqqan bo'lsa, tegiga ovoz yaxshi deb yozinglar, kirganlar. Ovoz chiqqan bo'lsa, xapamay tegiga bir yozsanglar, o'ptiki, ovoz yaxshi yoki menda bo'yotdi deb. Ya Zule ovoz chiqdimi? Sen mi jimmi tursin? Bo'ladi unda bo'lsa, ovoz yaxshi bo'lsa, yaqlayamsa. Assalomu alaykum, qarindoshlar. Mana 3 kun muajiratda biza ko'ngilsiz ishlar bo'ldi. Bugun akşam mana shu 22-da uxlab olsam, bizniki mana shu sardishimiz Olim Nijat kim bilan paranglashibdi, mana shu Amerikadagi Nurikamning kuyovli Nurshat bilan paranglashib, bundan mening telefon nomerimni beribdi. Shundan men pastga tushib Nurshat bilan paranglashdim. Paranglashish jarayonida o'zaro salom alaykum deb chiroyli qoldim, men chiroyli salomni qaytardim. Elaqa vaqirishadigan, tilashadigan ishlar bo'lmadi. Endi asos chatda o'zing bo'yliq bu jidalga qanday kirib qolganini, sen meni bir nima deb ekansan yoki u bu deb shunday deyishdi. Shundan o'n bun deb, shundan anandikin bo'ldi qilayli, Ramazon kelib qoldi. Ammo bu bo'yliq biza parakadijikdan juda bo'lib qoldi. Deyishdi, bo'ladi, unda o'z chataq yo'q deb ishimiz nima endi jidalni endi u meni qo'y bevosita nima tildim, onasini deb u bu qapomig'in mening vatan onam ba andaq degan ekan, amma to'nima, opangni, akalaring to'nima. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi, o'tib ketdi dedim. Shundan oldin deb tugib, abim qarasam, chiroyli chiqirib qo'yibdi. Bu yaxshi bo'ldi deb o'ylayman, chunki endi bu Nurshatmi Musabay oilasi kuyov bo'ladi. Biz o'zimiz endi shu Sharq Turkiston yoshlarini qo'llayotgandan keyin, dilyarlarni qo'llayotgandan keyin, hammamiz endi muajiratda qarindoshib yashayotgandan keyin o'shiq jidalninki kerak yo'q. Shaxsan men hozirgacha tillagan bo'lsam, xayillarni tilladim, qo'ymichilarni tilladim. Uningdagi meningki kishiligimga kirib turib, meni har xil afson tillar bilan tillaganlarga kirdim. Bu rost, men buningda tinib olmayman. Mening har bir yozmam, har bir narsamni men o'chirib atmayman. Ben chiqib video qilib o'chirib yetadigan yoki yozmani yozib qo'yib, uni yuvib turgan ishni men hayotimda qilmayman. O narsalar hammasi turibdi. Shundan bilan shu kim bilan Nurshat bilan deyishib, kelishib, xapomada shundaq dedi, bo'ladi. Bizdan o'shiq ketgan yerlar bo'lsa, sen ko'ngling qolma deyishdi. Bu tugidi endi. Bu tugidi. Men uchun shaxsan tugidi endi. U tugidi degandan keyin tugidi, u oldidagini PTT qilmaymiz. Shuningga bo'lmasa majratliklarninki xiyolida men endi bir jidal taqquchi yoki maqsadli bir urush chiqarg'ichi holatda bo'laman. Chunki men uning oldidami menga haq tortib avatibdi-ku, kimninkini, shu Nurshatninkini birinchi qaytimda voy seni mushtamishda debdi deganchanda men uni chiroyli ilib Nurikamga avatgandim. Nurika, men ish menda bo'yotdi, siz xapmay gap qo'ysangiz, sen bo'ldi balam. Men gap qo'yay deb, men oldi bilan cho'nglarning oldidan o'tib atgan. Bevositlam olib pichoqni kastablam chib ketmagan buningga. O'zigim tunugun dedim, bishil bo'lgan ishlarni rasm tortib avatmadim, bo'ldi dedim. Bugun ozroq gaplashgandek bo'ldik. O'ljidagi burungi vaqtlarni qayerda o'ynash qoldiramiz, qayerda nima qilganlar dedim. Undan keyin Mavishim sen ham bir yaqin og'inisi bor ekan. Uningga dedim, sen bu ishlarga kirma, sen bilmaysan, sen bu yerda yashimiding. Shundan har bir ishga sen o'zingning siyosiy hayoting bo'lmasa, buningga kirsang bo'lmaydi, bunday ishlarga aralashma dedim, bo'ladi dedi. Shundan bilan shu bu ishlar tugidi qarindoshlar. Hamda o'zimizga kelsak,
Qaysi kuni men tunugün manga ben bir video ko'rdim. O videoda şu Amerika'daki Ilzat Mirzat biz uzun bo'ldi buni bilan shu to'xtamay jidal bo'lyotdi. Bir kuni chiqadi, o'ngdan chiqadi, voy bo'ldi, men Facebookni o'chirib tashlayman, Trumpning mediasini shiltimaydi deydi. Ikkinchi kuni chiqadi, voy bo'ldi, Ramzan kelib qoldi deydi. Tugatmay, ashtaylik jidal qilib, mening opamga, mening ayolimga haqorat qildi. Bu mening qizil siziqim dedi. Go'y, senda qizil siziq nima ish qildi va? Qizil siziq degan narsani sen bilamsan. 2 oy Dolqin Aysani kava Frankfurtda mantonaydigan kava deb tillab borgan chog'da u yarashshamsa, sen yarashmamsa, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Senda qizil siziq yo'q. Sening siziqing chaboyji oyliqi qizlar o'ynaydiganlarga atlab u yoqdan bu yoqqa doyidor, dolachang, lachangga qo'ydachang deb ashta o'ynaydigan bir shabiji qo'ygan narsasini qizil siziqing yo'q. Kimlar bilan urushmading? Kimlar afsonatlar bilan tillamading? Ha? Men sening opangga haqorat qilgan bo'lsam, men sening xotining qilsam, sen qanchadanmiki qilmading? Ha? Kim beshida tapdi jidalni? Ha? Dilyarni paynak beshing bir nima qilmaydigandan, hayvondek qilma desam, bana anda qilma deb og'zingni buzding. Sen men sayyolanmaysa desamni naq maydonni ichibdi men tillab ketdim. 2 qitim video ishildim, 2 qitimga tishimni tishildim. Yana birimdan yozyapti, anandiki men sen kirdim. Hamma narsa yil, oy, kun, soat bilan butun narsa to'liq turibdi. Tushundingmi? Abiyam qarsam Amerikaga berib qolib to'ng'aytib andaq. Sancho qara, men Amerikaning chegarasidan kirib atgan chaqda sening har bir yozgan, har bir narsangni men chegara saqchilarga berib qo'yib turib, shu Uyg'urcha yozganlarni translate qilib, meyadini gunjanglashtirib, tamg'ini urib, Shvetsiya hukumatiningki Amerikaning konsulining tamg'isini urib, mening qanday ish bajarganimni sen ko'rib qo'y, tushundingmi? Latqilab qo'y. Xalqningki ota-onasi, ota-ona emas, tamning to'shigidan tushgan. Xalqning xotini emas, sening xotining xotin, xalqning ota-onasi kimlarni tillamading? Bo'shishtikidan to'shikdigacha hammasini tillading. Tillamagan odaming qolmadi. Kimlarni tillamading sen? Kimlarga haqorat qilmading? Qizil siziqim. Sen qizil siziq nima ish qildi? Qizil siziqning nimaligini bilamsan? Burnim bo'z chuvitimi? O'ribitimi? Qo'lingdagi dasmining tayini yo'q, chiqib o'ylab bizden nas kerak so'rab, "Voy, men Seytum Turkning odamlarini tillab qoldim, meni urushdan chiqarib etinglar, jidaldan chiqarib etinglar. Voy, Dolqin Aysoning sharmanda narsalarni badab, sen so'ragansan mendan. Ovozlaring tug'andi. Dedim olmaydigansan." Degancha men degandim, "Yo'q, men uni bermayman sana. Uni Seytum Turkning odamlari menga avatibdi. Meningdan foydalanib, meni ko'zir qilmoqchi, men bunda jidal kirmayman deb men chiqamadim uni." Keyindan bir kuni o'zing o'pganni bosamay, voy, ba'sang deb men senga tek normalsini berdim. Tushundingmi? Ba'sam o'zingni chiqarib bularning orasiga kirib yashab baqqanman. Bularni tushunima, bu deb. Sen bizning aramizga kirib yashab baqmiding, sen bizning kaynimiz so'rilib, yuding so'ranib qolazdek. Bütün jidalni sen topding. Tushundingmi? Men tillasam xoinni tilladim, tillasam munofiqni tilladim. Seninki ish qandaq ilqib bizni chiqib shaxsiy puhralardan tortib, xalqning xotindan tortib, hatto kompaniyadan tortib so'zlab, bechora bolalarni nimalarni qilib psixikalarini buzmading? Birsiga Saydi Hamdullohdan o men yaqin Gollandiyaga borman, men Ro'z Ramzan Tuguvason, Adil Chinarlar ayrim gaplashiman. Yana birsiga bir adam var. Voy, odamni uyda tomoq yeb ketdi, unda qo'ymanda deb. Beshirik ishlarni bilmaganlikka teletondan qilma qarasan. Tushundingmi? Biz aldida o'tib qo'yg'ashqa bir yer mehmon qilib, boshqa mening akademimning ayollari bor u yerda. Anadagi uyga chaqirdi, tang'amimiz kirdik u yerda. Dedim anadagi WhatsAppda qanday qiliq bu, gapqising zamonda ana tegi yozsang zamonda kim sizning uyingiz binas kiryapti, yetyapti bu desam, "Vofkan men deb bo'g'ich og'rib qolgandim, unda chiqar anangga" dedim. Qanday qilsa deyma, qanday qilsa? Adil Chinarga sotqib berganim yo'q, biz yutib qo'ygan. Ashna Gollandiyalikni biz bilib, biz yo'l ko'rsatgan, tushundingmi? Ağzımga keldi deb gaqilayman, men senga deb qo'yay. Sen mening turmadagi opamni haqorat qilding-ku, dadamga haqorat qilding-ku, mening lager etib chiqqan adamga haqorat qilding-ku, ularda nima gunohi bor? Chiqiblar menga haqorat qilib ketding-ku. Ularda nima gunohi bor? Seningki yeyotgan eshningni tip o'rayaptimi, qazdingni o'rayaptimi ular? Sen hamma odam bilan urush bo'lding. Qarmoq posgoy. Men senga deb qo'yay. Manda gapganchu, uning degan qara o'kimni ashta davatsa iliq yerda.
O xotunumdan neçe pul oldu degan diyorum, $100 oldu deb aşağıdaki Uyg'ur aşqallarının tilidan Amerikadaki. Yani kirib Hamidning ilaq bishtaxs lag'miniga setilib, Hamid akamga rahmat, Allah tijoratingni bär sonunda olsun. Sen bu dua qilsan Hamidning tijorat kayni men ketadi, chiqaraq dua qil ashqo'yning men kelsin kayniga. Lata. Ne çöptü desem xotunum $100 dedi deb. Ya bishtax lag'miningning pulini to'lanmaysan, qasqas. Xotuning to'lab berdi. Bütün nersen panalı kıştıranın tilenmeyen bir Congo pasport yüzgen emekense bütünler qara pul juyup, qara ticaret qilib, qara iş qilib Amerika hükümetine çekilişi uçurgan emekense xotunun olmagan bolsa nevrotikli qaralar, narkotiklar, kriminal o'xshaysan ko'chada qilib qolgan ko'y. Tushundingmi? Dedim qanaqa qilsa xotuning ne? Sen xotuning haqning xotini desang bo'ladi. Boshqasining ota-onasini desang bo'ladi, seninkin desang bo'lmamda. Seninkin haqninkin desang qizilsizliqing yo'q. Bizninkin desang, başqasınınkin desang qizilsizliqing. Qanday qizilsizlik sening qizilsizliqing? Gongsandanning bayrog'idagi shu diktator rangi. Tek anda qilib etme, çuvib etme, qo'panmas. O'zingning o'rningni qo'pa go'ya boshda. Bu narsalarni elib, o'zingda bir tiklab jamiyatga o'rningni aningdagi, ya mendak odam bo'lgan bo'lsa qara, mujorat sesib rasvo bo'lib ketding. Eli gongsandan xav deb chiqirsa, eli unutilib, eli unutilib. Mendak odam bo'lgan bo'lsa qara, Facebookni jup tarab o'chirib etib, quloqimga paxtani tiqib jamir yatatdim bag'o, tushundingmi? Sening birdan-bir chiqish yo'lingga Saranglar doktorxonasiga ketib bashar yot bo'ldi endi. Ya bo'lmasa turma kirib yotsan go'y. Uyda yotqicha. Ha, meningmi xotinimga haqorat qilib ketibsa rost. Meninkini men sana deb beray qara. Men 2016 G'uljidagi Mahamajim degan bir dangliq savdogar bor qara. Shuning eng kichik qizini men olgan qara. Tushundingmi? Men sen obdan bilib oldim. Kelib, biz nikoh qilib 2 kundan keyin opam dadamni ochib ketdi saqchiniki. Balam qonunsiz nikoh qildi deb. Odamniki qo'lida Kamaz haydaydigan meyve chevib adam bütün O'rta Osiyoga meyve chevib tijoratni qiladi qara. Ukrainaga tijorat bor odam, tushundingmi? Shu ishchilardan tortib u odamni hammasini shu Donald Paysonning solib olg'ashqa, qiz bola ketay, men o'zimni ishdan o'shab kelay deb ketdi. Ondan keyin ketib kamplarga kirib chiqib, ondan keyin to'yini qilibdi. Nima endi men jibdi shashavatga odamni parlament oldiga chiqib uning narsalarini ko'tarib uni xeyli qilib o'tamdi. Men sen o'sha xumsa emas. Ya vatandakilar bilan nima ishing bor ey? Sening vatandakilarni ishlab totadigan nima haqqing bor? Hatto men ukam Shvetsiyaning konsuliga kir, ashlar bilan ishla, ota-onangni ochiq olsangman deb sen men josuslik qilishga undiding. Dedingmi, demadingmi? Tinib olmaydigan sen uningdan. Uningdan ya Ilzatka mening nasrim bek hambarlab ketma. Sening mayal singling vaka qildisan, "Vo, mening degan uydagilarim fusilen general undaq-mundaq. Voy nim qılalaydı meni obo deb. Sening darding yo'q. Sening apang dadang kirpaqmidi? Ko'zingdan yosh chiqpaqmidi? O'zingning hayotini o'zing nobud qilgan nemasan? Biz sening hayotingni nobud qilmadik. O'zing qo'ng'ingni qisib jumagan nima og'zing vit qildi. Heyli ashaydaqa Kamaz haydayotganlarga, choq haydayotganlar telefon qildi ekansan, cho'ng odamlarni nerv. Ular nervisini ichib, sang kamera asib, ularni rasm tortilib, menga avatayotganlarim. Ya men o'ynagan bo'lsam, qarab, yana bijnim qilgan bo'lsam, mening o'zimning ishi, o g'alvalning o'tirishga parangni chiqib, man o'ynab seni qanday qilding o'ynasam, adamni o'ynamagan nima ishing bor seningki? Dadam ashta hormonliq tug'ib qo'yibdi ashta. Sen o'sha og'iz xijil bo'lishni bilay, azroq vijdon degan narsa bo'lsin, yüzüp getirken zaten. Yazsan yazmamsa qo'mni qirg'ab qo'ymayman go'y. Acha kim bilan mi uni buni deb tik yo'q gapni qilib, hamma odam bilan jidalga silib. O'zingning ishini o'zing qilib, o'zingning yo'lida o'zing man. Sening qon qisosing bo'lsa, bizningmi seningda qon qisosimiz bor. Biz faqat qonun yo'lini tutaylik degashga qonun yo'li biza uzrab ketyapti, ammo Raurus priyaga apuradi seni o qonun yo'li. Tushundingmi? Manda gap. Sen texi aldirmaydi. Sakra va taxla va qilganingni qilayva. Mening xotin bolarimga haqorat qildi, meningki buning bilan
Sizig'im texi andaq mandaq deb. Sen bizning ota-onamizga haqorat qilsang, bizniki qilsang, bütün odamning gapini to'shib, bütün xotinlarga telefon qilib chiqsa, yerim kecha, onun qanda nimasi va, mo'ning qanda nimasi va, menga deb bering, men ojizligini chiqarsamaydi, mo'nasini men tatib olay, mo'n chiqarsamaydi, o'n chiqarsam bo'ldi, o'zingning kalisi, o'zing plan tuzib, sarang, sen sarang bir parcha bor-ku. Men senga qilsam. Endi bu temadan chiqib ketib turayman. Norvegiyadagi marhaba tursun. Bu temaga kiray. 8 o'zbeknikiga. O'kini birisi menga bir yozma aytibdi. Qarasam, Shvetsiyada Bahram Tursun degan bir bola tug'liq inimiz anda-manda tushunib qopti, u deb tarang-turang bir mo'ncha narsa yozibdi. Xo'sh, endi Bahram Tursun o'zi chiqdi oldiga, men endi bu temaga endi kiray. Shundaq. Marhaba Tursun, siz anglab eding, men davatgan shu. Siz o'zingizmi xira qildingiz-ku? Men sizga degandim, bo'shda tillayverib siz nim foydaga erishsiz degandingiz. Mana siz bugun menga telefon qildingiz-ku. Demak, shu 8 o'zbek siz ekansiz. Ichingizga patmay, xundadingizga qo'shib o'tiramay qopti, dedim. O'kini qarsam, shu inangizningki tegiga saqam, senmi menga telefon qanchaqda deganding? Senmi paranglashqanchaqda ovozga ol deb, komment nima ovozni qo'yma deganding? Men uninkin bir taldan oldim deb yozgan bir kommentarni birisi menga aytibdi. Xo'sh. Demak, bu yerda sizlarninki dadinglar men ekanman. Xo'sh. Bo'pti, dadinglar men bo'lsam nima deb Zumrat Tursunninki bir mo'ncha enasininki yoki u bu ko'ngil parakanda adimiz anglab ko'ngil yerim bo'lsa, nima deb u ayolning g'aybitini yoki u oldi ishingiz bo'lsa, shu Norvegiyaga turib u ayolni izlamay, menga u gaplarni qilasiz. Ikkinchidan Norvegiyaliklar anda dedi deb meningki undaq deb Norvegiyadagilarninkini nima deb akab menga to'shiysiz? Bo'lsa men keng jidalga kirib ketsam yaxshimi, Norvegiyadagilarni tillasam yaxshimi? Sizning Zumrat Tursunni dadingiz bo'lsa, Zumrat Tursunni qonuniy yo'llar orqali izlasangiz bo'ladi. Zumrat Tursunni-chi qonuniy yo'llar orqali izlab qilib dadingizni yoki bir ishingizda bir nim bormi, nim bo'lsa, shu orqali chiqib izlasangiz bo'ladi. U menga o telefon qilib, uni buni adab berishingizningki hojati yo'q. Ikkinchisi bu o'tib ketdi. Endi Bahram Tursun kelsak. Bahram Tursun to'g'ri. Biz Shvetsiyaga kelgan chaqda, mishada Shvetsiyada Stokholmda bir soat joyimiz bordi. Shuningki, uyida bu g'uljiliklar bormi deb izlagan chig'i shuning bilan meni chaqirtibdi. Men borsam, opsi ayolli o'chaqda 2 qavat vaqt ekan. Shu chaqda aralashib qildik. Shu chaqda nima qilgan chaqda tanishib, ashada nima qildik, keyin bir vaqtlar o'tdi. Undan keyin men bir azroq ishlar bilan buning bilan deyishib qoldik. Ammo o'tirliqdagi ishlar demay. Desammi, yana shu yiliqi adamaqmaq qilib, men birisi bilan yurib ayrilib ketsam, menga shu telefon qilib, men tinch qo'yib, "Va fikam bu haqni o'zigina beraman, qech ketibsan" dedi. Deb menga degandan keyin qarasam, men teqqanga ovoz qaytadi o'chaqdagi Nokia telefonlar. Uni bilgichilikim bor. Shuni bilan qopib, menga va seningmi akang adam satirkanga, g'uljida va atanam kelib ketibmish, uchirg'lar ekan deb men dedim. Uni men shu Norvegiyaga kirgan cho'ng g'uljiliqlarning uyidan anglagan. Uni men dedim. Degandan xafa fikama, ko'rig'ini ko'rsatma, anda qilib etma, seni anda qilib etma dedi. Pakiz bununla aloqamiz uzildi. Ama şu vaqtlarda men bununla Amnesty International'da adam kapta intervyu qildik, g'ulji vaqasiga doir. Yana bir nimdan kapta, yana bir nim desam, yo'q, mening akam menga qo'limga ispat chiqarib berdi. Dedi, haqiqatan shu chaqda chivo doirmi bir ispat chiqarib bergan o'xshaydi, ko'chmalar darsi beribdi. Undan keyin ish kaptilarmi, ish qaynachida narsalarni oldi. Undan keyin jidallashgandek bo'ldik, yo'q bo'ldi. Shundan keyin bir kuni undan keyin o'tirliqda men Shvetsiyaga kelib, panohlik tilagan bo'lganki, o'qish kelib panohlik tilagan bo'lgandan keyin meni ilaqsa o'qish ketdi ekansa deb panohlik ishlarimda sal nim qilib chiq o'zgarishlar, bu narsalar bo'lib, narslarim sal tasti chiqdi. Undan keyin chiq
nimalarga siyosat namoyishlarga chiqib ketdim. Undan keyin shu anga haqqa vaqtlarda shu Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bayonotchisi Dilshod Rash degan odam mening ishimni tutib, bu shunda jo'yon, undan keyin Es Turkiston bir nima bu deganlarni xabar ishlab, undan keyin menga ketanmaysa degan qanday kassam hayotim xavf etilgan to'g'risida newsletterlar bo'lib ketdi. Shuni uni Xitoydan o'qidik. Undan keyin Misharlik Uyg'urlar birlik etimda u narsani oldik. Shu narsalar shu Google'da bor-da, mening ism familiyamni bassa. Shunda narsalar bo'ldi. Undan keyin 2016da shundan nima qildik? Undan keyin bir kuni o'tasam bizning bir bola batdi G'uljida. Voy sizlarninki Shvetsiyadan bir skeptika deb kamera ochdi, qarasam Bakram chilim chekib o'tiribdi bir klubda bir yerda G'uljida. Qildim. Undan keyin shunchalik medialarga chiqib, shunchalik bir ishlar bo'lmagan chog'da, hatto Yarmamat Abdukerim shuningmi ayolsi 2012 bordim, 2011 bordim. Bu chaqlarda men tanishatdim. Yarmamat Abdukerim degan odam bilan paranglashdim, buni qilatdim. Uni ayolsimi, masalan, qizlarim berib keldi. O'chan mening oilamga hech qanday tushunmaganda. Eminim shu bo'lgandan keyin mening asad mening bir yotoqda yotgan og'illarimmi meningki berib keldi. Hatto jiq mening ishlarimni qilgan odamlarniki o'shaq hech nima bo'lmadi. Faqat mushuninkini qilgan chaqda dadamni shu qattiq so'roq qilibdi-da. Ketgandan keyin shu o'shaq telefon qilsam, "Voy anda bo'ldi, manda bo'ldi, u bo'ldi" dedi. Shuni o'ylan qilib qo'yibdi, keyin 2017 akir ketdi. Keyin ondan keyin bunikimda qarsam bangoychallarga kirib buni qassam işte qishda yozda yurgan kelib ketib uni ustiga bu degan chog'da men borolmayman, menga Shvetsiya hukumati menga qarorini hozir kassam bo'lmaydi degan mening isbotlarim bor dedi-da. Shuni o'ylan qilib, "Ha, bo'pti" dedim. Ondan keyin bu kelib bir necha qaytam mushtaq qilsam, birinchi qaytamda sening bir akang bor demishada, Bobur deb tarjimon undaq degandik. Nima ish qilsa desam, telefon nomer kerak bo'lib qoldi dedi. Nima ish qilsa telefon nomerini desam, işte O'zbekistonga bormoqchidik dedi. O basan O'zbekistondan shu Rossiyalik konsulga yoki Germaniyaga telefon qilmamsa desam yo'q ketdi. Ana keyin yana bir kuni telefon qildim bunga. Telefon qilib shuni o'ylan qilib, "Ya sen mushtamishda ketib, mushtamishda ishlar bo'ldi. Yalnız bizninglar emas, men yana bir balaninki ayoli balasini xatni to'yini qilmaydi, G'uljga kirish qo'rg'ash tutyapti. Uni salli bilatdan kelsa boshqa hech kim bilmaydi-ki. Anan keyin yana bir afzalda bir akimiz bor. Uninki mushta singlisini Jelyuzninki amchaninki tutib 70 ming fakvan uritibdi. Bu sen vaqtda mushta bo'ldi, u bu desam, "O men sizlarni bu so'rmadi" degan odam. Keyin bir kun telefon qildim bunga. Telefon qilib yana undaq deb qilsa, "Ya fikrim sening qilg'ashing ozma va Alloh anchaning ichida sening rasming va G'uljidagi sodirlaydi ekan" dedi. "Ha" dedim. Keyin ko'rashgan chaqda o choq-choq qo'ygan tem deb turib oldi. Keyin anadagi Nijat Turg'unlar bilan Nijat Turg'un bor, Baxtiyor akamiz bor. Yana kelgan chaqda "Buni men tonimayman" dedi. Ana Nijat Turg'un bilan Baxtiyor akamiz bor. Ashada. Anandan keyin men dedim bunga, "Sen qilding 100%. Undaq deb buning bilan vaqirishib ketib qolsam, bu saqchiga telefon qilib, meni saqchi sen buningga uningga aloqa qilma" degandan keyin men saqchiga dedim. Mening ishim men o'g'irlik qilmadim, odam bo'lmadim, o'tamadim. Mening ishim kriminalning ishi emas, mening ishim siyosatning ishi. Sen meningki arandamni deydi. Arandam deganim ishimni. Ishda bo'ldi. Shuni bilan shuni sen Shvetsiya bexatarlik idorasiga tashlab ber mening ishimni dedim. Shuni bilan men oldiga qarab mangdim. Bu o'tirliqda tugidi. Ondan keyin men do'yini o'ynaydigan vaqtimda bu Bakram Tursunninki ayoli Masuda Ablimiyat degan xonim mening bir narsamni chekibdi. Shuni bilan kirib qarasam, mushning bolalari, qizlari mushlar turdi. Shuni bilan mening narsamga sizlar yurak bermanglar bu desam, qaqshi deya bu. Ayoli shuni qaqshagandan keyin qo'yib men yezishdim buni bilan. Voy mushunda u sizninki iningiz, yo'ldoshingiz. Mushunda qildi u bu desam, voy unda isbotingiz bormi u bu dedi. Şundan bilan undas keling jamoatni oldida paranglashimiz. Undaq desam, shundan bilan bo'ldi jamoatni oldida paranglashimiz. Bu siz undaq deganki, voy yeringizmi chaqliq odammi? Mishal xotinlarga telefon qilib, boshqa xotinlarga telefon qilib, men bir taksidagilarga adimizga telefon qilib, "Va men charchab ketdim, ammo huquqimda tetkisiz gaplarni qilibdi" desam, "Arkish o'g'anlik ancha-muncha undaq bo'lib qolmam" dedi. "O'xshash nima ekansan, sen qil" dedim. Shundan bilan uyga qarsam, meniki naq maydonimga kirib, xo'p belgisi berib qo'yib, keyin chiqib ketdi. Men hamda uni rasmga ep qo'ydim, hamma narsalarni isbotlab qilib. Undan keyin
Bu nima qilganchalik yana bir qaytam tuyuqsiz telefon qilibdi menga, o'zi telefon qilib, "Yarikam, Yarmamat Abdukarimni atadi. Yarikam tamak chekidi dedi, Marlboro chekam ekan, ashtaraq tamak chekidi desam, men azroq tamak olib beramsan dedi. Yo, men deb sana tamak olib bermayman, o'zing olib bermamsan damda desam, ana degan Ma'rifniki Turg'un deb birisi ekan dedi. Turg'un degan kim o desam, ash Ma'rifniki ekan dedi. Turg'un deb birisi yo'q, Ma'rifning ichida men ustiga Ma'rifning ishlarini toz bilmaydi ekanman. Unda desam, ha, shu nimaga Tongyobinga unda Turkiyalardan dorilarni oldi ekan unda degandek qildi. Men uqmaydi ekanman dedim. Keyin andan keyin Nijat Turg'un degan akamiz telefon qilib akam mushta deydi, mushta sizda og'riq bormi desam, batdi deydi. Kimlar biladi desam, pek yaqin odamlarimdan biri 2-3 yil biladi deydi. Unda meni diqqat qiling, siz menga gapni menga ko'tarib keldi dedim. Sen voy ashtami dedi. Ha dedim. Undan keyin qolgan gapni keyin saqchi gaplashimiz dedim. Ma'qul fikrim dedi. Shuni o'ylab, ana Nijat Turg'un o'zi bor, yaqin bo'lsa. O chaqda o'zim yezish, tegishga yezib qo'ydim, uni o'qimayman. O'kini yana bu Bahram Tursunniki ayoli Nijat Turg'un xat yozibdi. Biz jamoatni yig'ib, jamoatning oldida hal qilaylik deb. Oldin qaytammo ashta degandi. Jamoatning oldida yig'ib, jamoatning oldida hal qilamiz degan odam, "Bo'ldi, kelinglar" desam, yarim kecha 12 da kelibdim. Men o chaqda Shvetsiyaning Xarxolman degan yerida og'aylarim bilan shu bir uyda o'tirib o'tatdim. Oturib, aşağıda oturib, biz o gün sorun bo'lgandi. Shu sorunda o'tasam, shunday dedim, shuni bilan qopib, ma'qul dedim. Keyin telefon qilibdi, "Sen nada, men uyingni adresiga kelib bo'ldim" deb. "Sen uyimning adresini qanday bilsan?" desam, "Google'dan topdim" dedi. Va Google'dan topqansam, mening ism familiyamnikini qanday yozilishini qanday bilsan desam, "Gapni oz qilib chiqyapti bu" dedi. "Men sen bilan hozir chiqmayman" dedim. Chunki buni endi chiqsam, bola bilan chiqsam, urushib qolsam bo'lmaydigini qonun tarafdan jazoga uchirmaydi. Nima qilmadim, chunki endi xotining taksi shu mashinasining ichida bo'lgansa, kamera qo'yib bir plan qilmasin deb unutmadim. Shuning bilan bu ish bunday bo'ldi. Undan keyin nima qilamiz degan odam, u shu jamoatni oldi qilamiz degan odam, unga telefon qilibdi, "Ayta, menda yerda ko'rishaylik ikkimiz" deb bordim men. Uni bir o'zbek bola kamera ilib oldi. Uning vaqt soat kelgancha chiqarildi. Shuning bilan ashyoda qo'pib, "Ay, ben sana 40 ming ko'y pul bergandim, aka pulim ne?" deydi. Shuni uni qo'ysam, "Men qachon 40 ming ko'y bergandim, unda desam, "Ha, shu unda bo'lgandan keyin sen qo'lingda isboting yo'q, undaq desang bo'lmaydi bu" deb gap qildi. Shuni uni deyishdi, u yoqdan deyishdi, bu yoqdan deyishdi. Shuni bilan andan keyin biroq qancha katta bu. Uningdan keyin yana o'tirliqda bu ishni andan keyin Amerikadagi ilzat degan pitnixor shu xalqning nasini elib jidal topadigan. O shundaq nima jidallanmayapti buning bilan, seni mushta deydi, nashkash deydi, hech kim arg'amaydi deydi degandan men deppadim. Zatga mushta ish desam, u uni anglab bilib, uni Bahram bir qaytim chiqarib etibdi-ki, Facebookdan. Chiqarib olsa, tug'liqning ota-onasini solab kirgizayotgan Bahram Tursun deb yozib qo'ysa, uningga degan Bahramning adillar telefon qilib, "Fukam unda deysiz, qanday bo'ldi? Unda emas, u ikkisining ishi boshqa, siz aralashmang" deb o'chagizibdi. U narsalarni biz tatib olgan, hamma narsa bor yer yo'qolib ketgan, hech narsa yo'q to'g'rida. Men top-to'liq davatmayman 5-ni oxiri. Shuning bilan andan keyin qop bu izzat yana bir narsa aytadi. O seni shumliq davatadi, shumliqning mingisi davatadi deb bu shumliq degan gap bu Bahram Tursundan chiqqan gap. Meni ashta deydi-ki. O'kinma yana bir yerda shumliqni etib etish kerak, o'ltirib etish kerak degandek gapni qilib, shu menga o'lim tahdidi qilyapti. Shuning bilan qopib, "Ha" dedim. Shuning bilan bir kun yana ilzat yaqibdim. Bahram bilan Dilnur to'g'liqmi, bir nom to'g'liq talishib qilib, meni tishlab tatdi yana. Tatib to'g'liqning ota-onasi qilganlarini bilamsan u bu deb. O kommentarlarmi bor. Bizning bolalar tatib etmangdi uning aminasini qo'ymaydi. Degandiki, u qopib, "Voy, o'g'il bola bo'lsa, undaq qilsin, bundaq qilsin, u bu degan narsalar, hamma narsalarni men tatib avatib turibdi." Shuning bilan men telefon qildi. "Bu fukam qopolmaysa, endi men mushtaq qilib Bahramga mushtaq davitib qopman ekanman. Unda sotning ishi bo'lgan o'xshaydi" dedi. Deganda, "Voy, rahmat jinim aka, sot bir bo'soladi. Men qilmagan cho'ng ishni sen qilibsan. Alloh rozi bo'lsin sendan" dedim. Desam, undan keyin bu ish yana yo'qolib ketdi. Undan keyin men bir qaytam shuning bilan Fransiyadagi tata deb yozsam, shu Saud saroyining ichini aylanib kapti. "Voy, sen bu Dilnurni tatay debsan" deb. "Dilnurning ismini yozibmanmi?" desam,
O şu Fransiyada şu birisi bor deydi. Ha, undan bu tatayma desam, o sen xoin, undaq sen inqilobchilarni yo'q dedi. Kim inqilobchi desam, Dilnur deydi. Ashtami desam, ha deydi. Ha dedim. Ha bu Dilnur to'g'riliqmi Fransiyaga men bir askarchi berib o'tib ketay. Bu Dilnurga men uning oldida men mushta degandim. Mushu sizning eningizmi desam, ha dedi. Shuni ha mushta ishlar bo'ldi aramizda desam, to'g'liq. O akisining ishi. Hozircha bu jidallarni qo'yib turaylik. Bo'ldi qiling to'g'liq. Uni keyin deyish olasizlar. Dedi. Ana yag'am bo'lsa Dilrayxon Messenger'dan qarab baqsa bo'ldi agar jo'yatmagan bo'lsa. Men gap qildim, o qizlar xat yozdi, gap qilib baqmadi. Ha? Shunda bo'ldi. Shuning bilan abobda unda mush qizalmi amdayliqi ajizga ashad shu Fransiyada bir ishlarni qilib yetibdi. Deb yuz berdim. Hurmatini qilsam, bu Bakram uya ber meni shumliq, andaq-mandaq deb yozyverdi. Uni Mirzat akap men to'shiydi. Shuning bilan qo'shqim ko'pdi-da, bu to'xtabdi-da, bu ziyonni men tating ber, yana nima tugilmagan jidal bu deb. Shuning bilan aningdikin shuning bilan ma o Dilnurga shuncha gapni qilsam, menda bo'pti, undaq deb achig'im keldi shuning bilan. Amma Fransiyalik tataydamdim, Amerikalik tataydamdim, Norvegiyalik tataydamdim. Bular shumliq deb meni chaqirsa, men hech qanday chattiqim yo'q, yuraverdim. Men kimni tataydayman, kimni demayman, o'zimning ishi u. O xunda bo'lmasa, tatay bo'lmasa nima deb chiqanshiydi. Undan bo'lsa, bu qopab men dedim. Men Bakramga dedim. "Ya, desam, deydi. Seninki Facebook'um menda bormi desam, men seni qarg'it qilib aytgan dedi. Xo'sh, mening menda yerdim telefon bor, vallahi hamma ovozni epmayapman. Unda bo'lsa, seninki sen meninki ovozga nima Dilnurni tataydab yoki Fransiyaga tataydab yozganimni nadin ko'rding desam, bir inimiz tatib avatibdi dedi. Unda bo'lsa, sen mening kaynimga tushgan ishpiyonmi yo xoinmi? Sening zodi menda nima dading va? Sen nima deb meninki naslarimni tatib sana inalaring avatidi yoki mening chiqaganki naslarimni inalaring tassun deb sana bir yerdan buyruq kelyapamdi. Desam, yoqamga eslab ishtirib jura, soqchiq borimiz o dedi. Ko't dedim. Soqchiq borsang boraver. Sana bu vatanning soqchiqasi emas. Berib bundan medlarni qilsa ya emaildan yozsa, bunda yozsanki soqchi meni chaqirdi, ritim bilan mangamiz desam, uni buni qilgandan u yerda shuning bilan bovan kelib ajratibdi. Ajratsa bovanga davatidi. Sen bana soqchiq telefon qilib ber, sen bana soqchiq telefon qilib ber deganda, bovan qilib ishoni qilmamiz, o'zing qilsang qil dedim. Shuning bilan qarab, mening inim kelganki men ishtirib berdim mendan keyin. Qilib mendan keyin men soqchiq telefon qilsam qil. Men qilaman unda deb berib, men soqchiq telefon qilib, mana ish. Ha. Desam shuning bilan qopib, isboting bormi bu dedi. Ba, enimni bir o'zbek polvon meningki. Mundaq desam, men ma'qul deb men xotirlab yozib, keyin soqchi xatavatibdi, biz bu narsani hozir to'xtatdik. Onun bilan gaplashgan o'xshaydi, uning bilan nima deyish yo'qmayman, soqchi demaydi-ku, uninkini ayrim, meninkini ayrim anglaydi. Shunda bo'lgan narsa. Uningdan keyin yana bir kuni birnimning ishi bilan uning oldidagi shunda. Ashunda bo'ldi-da, izchil turda endi dadim men bo'lyapman. Shuning bilan endi iliqi meni tillab, meni ota-onalarimga haqorat qilib, meni andaq deb, mandaq deb nechchikib jamoat arg'anmaydi bu. Sen meningki nechchekimni nada ko'rib baqding. Ilzatninki nashxo'r deganda bizning Shvetsiyaga balla anglab kulib tiliqib qopti. Ada seni bekorchi ishlamaydi. Nashxo'r deganda biz anglab hayron qopdik. Tunuganmi o'lishgan yana o cho'ng dadasi uning emasga u debki Shvetsiyadagi jamoat toz kulibdi. Voy bu aniq seni cho'ngdadan emas deydi-ku deb. Men shuning bilan shu bu 8 o'zbek deganim shu. Endi Merhaba Tursun'ga kelsak. Merhaba Tursun, sizga siz o'kin yezibsiz, demak sizga mening telefon nomerimni eningiz Bakram Tursun berdi. Shundaymi? Xo'sh. Nima deb berdi? Nima uchun siz menga telefon qilib eningiz sen ovoz ol degandan deb ashta yezibsiz? Biz ham isbotlik elib video qilib kun hamma Uyg'ur tarjimondan tortib bizning shildirganimiz Uyg'ur tarjimoni emas. Chet ellik Uyg'urchani biladigan tarjimon. Hammani yeb qo'ydik. Nima dadinglar bu? Xo'sh. Datpami? Mana, men deydiganni dedim. Endi men seninki Bakram Tursun, uningdan keyin Merhaba Tursun. Sizlarningki ota-onanglar
Nima uchun Yevropaga kelib bir odamninki uchurni olib ketadigan haqqi bor? Sizningki apangizninki o soatchining uyiga kirib, g'uljilik bormi, chaqirib beringlar deb meni apirib, kichik vaqtimga o men bilmaydigan. Voy balam, o bu uyingiz qayerda o bu deb toza so'rab ketib. Onundan keyin yillardan beri Yevropaga to'la kelib ketib. Onundan keyin shu Uyg'urlar yo'q Polshaga berib bir akimizlar hadimizni surishtirib, nima haqqi bor ota-onalarninki Yevropaga kelib xalqni surishtiradigan qeri bo'lmayninki, ishki puti go'ga sangilab qo'yganimning nima haqqi bor? Ha? Tıxı Bəkramiyə qara, sən texi meni xain deb kelibsən. Senin isbatın varmı? Ha? Tuğluq inimiz deb kelibsən. Sən mening ismimni ağıçınma ağzınğa. Mən senin inin emas. Meni tillab yazıyver qanday qilsam. Tushundingmi? Sen nimalarni deyapsan, nimalarni demayapsan, men to'g'rida telefonda seninki hamma narsa sen hatto kelgan chog'dami burunqi Shvetsiya Uyg'ur komitetininki raisi Maynur xonimni mendan so'ragan. Topalaydi ekansan-ku. Ha. Topalaydi ekansan-ku. Maynur xonimni tepib, tashkilotlarni qurib, nabijonlarlar bilan qilibsizlar-ku. Sen menga telefonni degan tonga fikrim, Visionda chiqish qarlashmajimi, o'titib, qatatdan ajab uzang tuyuqsizlar menni vatanga kirmaydigan bo'lib, tashkilotlarga kirib, ajab inqilab cho'kib ketibsizlar. Iliq telefonda fikrim basang hammani bilsa, baba, kimlarni qo'llaydiganingni, kimlarni nima qildiganingni, shu chaqda eshiga basang hammani bilsa degan. Demak, sen dunyo Uyg'ur qurultaydigilarni qo'llab etibsan. Demak, sen haq yo'lni menga aytibsan-da, unda bo'lsa. Sen o'tgan ashyo tennisda sentrumni aqil, sen meni xoin, o bu deb vaqirab, tillab, tashkillik jidal qilding. Dilnur Rayhon degan institut qurgan bilan kaynada dunyo Uyg'ur qurultayi bilan tutash yerlari bor. Juma, men Dilnur Rayhonnikiga ayrim kiraman. Uningni vaqti keladi, yonpash qilib turib salaman. Hozir vaqti emas. Tushunding? O'rta Osiyodagi ishlar bilan tijorat ishlar, pulning ishlari institut ichib qo'yib, tijorat, biznes, ha? Uni yonpashga chiqqan chaqda uningni vaqti keladi. Sizlar qarindoshlar bu bol chiqib olib nimalarni da'vatqanda bu deb qilishinglar mumkin. Bu da'voning ishi setilib ketgan da'vo. Bu da'voning ishini sizlar mumkin emas, qurultayning ichida tumay turib sizlar tushunmaysizlar. Men keyin bir kunlarda yo hayot bo'lma, yo balkim o'lib ketishim mumkin. Shu chaqlarda mushu bola ekranga chiqib shundoq ahonatlarni qilib ketibdi-ki, bu vaqtida qadrimiz yetmay, o'z vaqtida mushu bola ajab to'g'ri debdi-ki, ajab chiqishlarni bilatdi-ki, mushu bola mushu bola shu ota-onasini deb turib millatga mushta chiqib undaq qilib nima qildi deb, dunyo Uyg'ur qurulti go'yning ballari, Amerika Uyg'ur birlashmasidagi Quzatdan tortib Murat Atamangacha az suiqasdlarni, az planlarni qilishning menga. Nochi bo'lsang, sotga chiqsang olmamdi men bilan, yili uni ishiltib, mavu Dilnur Rayhon avatibdi Bakramni mening oldimga. Unda qilma, o bu deb. Dilnur Rayhon unda dedim deb, men bu tatayga deb yozgan bo'lsam, u tataymiti, ism bormika, bir nimas bormika desam, undaq dedim. 5dan oxiri shu Izzat, Bakram, hamma birga o'ynab kelishdi. Men hammani bilaman. Shuningga men bir singninkimi shu ovozingni, kommentarni qo'ymay turib, andaq bir yay berib qolgan chaqda chiqimiz deb men hammani palonchi narsalarni deyishib qo'yib, men do'stlarim bilan qilgan. Men hatto ovozimdan tortib men mushta o'lib ketib qolsam yoki mushta bo'lib qolsam yoki tuyuqsiz mushta bir ishlar bo'lib qolsa, manchilik iqtisodimninki, munchilikni Abduvali Yasinga ag'riqchan bolaga tuyuqsiz bir ish bo'lib qolsam, munchiligini da'voga ishiltinglar, munchiligini bunday qilinglar deb. Hatto men o'zim degan gaplarim bor. Biz sabdashlar bilan O'tkir Nashtar, Olim Nijot. Izzat degan go'y, Olim Nijotning ovozini Nurshad Angildi, Nurikamninki kuyog'li. Tushundingmi? Hamda obdan bilib ol, u Zumrat Tursun emas. Hammasi ayrim odam. Faqat sen aloqa chiqmagan yer bo'lsa bilmaysan ularning kimligini. Biz degan o'tirib, vatan da'vosi to'g'riliq yig'ilishib ketgan vaqtlarimiz bo'ldi. Mushu qoyillarning qilayotgan narsalariga qarab ichimiz degan tipirlab ketdi. Endi qanday qilamiz? Bu adimizning hadisi va onasi va texi. Hayot. Mening adam va onam va bo'lgan bo'lsa, hammasi meyag bo'lgan bo'lsa, bir vaqtda chiqarib etib, onamanasini ko'ziga ko'rsatdi. Ham xayr da'vatimiz, sabr qila desak, men bir tug'liqqa yili dunyo Uyg'ur qurultayidagi Odil Chinardan tatbiq qilmaysan. Opangni Xitoylar turmada o'ynayotgan andaq-mandaq afsona tillar,
Yılqı Norvegiyaga, yılqı işplasniki maddalarning dadisi, onun tillab ketganlari, yılqı Hamid Nasriddinning o'zichilik yumurlar aylantirib onun deb ketgan gaplari. Ya dinmegan, ya nochi olsang chiqmamsa, oldimga chiq, ya bo'lmasa parat yo'rinqash ekran ochamsa, pedoilarnikiga chiqamsa, chiqimiz fikamda. Ya bo'lmasa, shu chiqadigan, shu vaqtlarimdan o'tib ketdim. Endi sotqi berimi. Yılqı shoira, diplomat adammi keldi bu şeyga. Yılqı Bilal İbrahim Türkistan'ın to'g'liq tepa deb bağan adammi, ashumi keldi. Kas voy shu kapto, menga chiqmamsa oldiga, anda qilmamsa, bunda qilmamsa deb jidalga selishtirdi boshqa narsa. Men tillamsam o'zim tildim. Kerak bo'lsa meni qonunlik organlarga izdisoldi. Voy soqchi qildim, sot qildim, anda qildim deb ketibdi-ku. Sen mi yazdın-ku, Şvetsiyalik soqchilar buni Xitoydan beter ketaydi deb. Sen soqchilarning degan gapini sen menga отчет qilib bersan, men senga shuni degizayman. Sen o'zingchilik meni qo'yib bermayman, hayotimda eslama debsa, mening sana esildig'imni sen shu chaqda bilib qolasan. Tushundingmi? Mushunda ishlar qarindoshlar. Endi qara, Bekram Tursun, men senga deb qo'ya qara. Men xoin emas degina. Xoinni sen bilmaydi ekansan. O'zingning nima ish qilayotganingni o'zing obdan bilasan. Noroziliging bo'lsa, norozilik qilsang, Shvetsiya adliya organlariga yoki Shvetsiya bexatarlik idorasiga qanday aloqaga chiqishni bilmasang, men o'g'itib qo'ysam bo'ladi. Tushunding? Bo'lmasa Shvetsiyang yaxshi seninki. Ayoling bilan er-xotinlar o'zlarini himoya qilib turib, davlatga ushug'liq qilgan bir ishlarga, ashta qonunlar bilan bersangmi yoki sotqa bersangmi, mana men bor. Öykünü sen Farukçoğun adamını qetib olsa Şvetsiya Uyg'ur ma'rifniki deb. Bu qachon bir Şvetsiya Uyg'ur ma'rifning boshlig'i bo'lib qolgan mening Farukço'ng adam? Nima deb yog'an gap qilsa bekorim bekaga? Sen bilamsan Stokholmdagi ishlarni, bilmay turib nima deb yog'an odam bilan yozaversan sen, Shu odam tarjimonlarninki sir saqlash huquqi bor. Sening kichik shahardan tuyuqsiz Stokholmga ko'chib kelib, Dilshod Rashidning ma'nisiga o'rinlashtiraring. Abdimijitninki sen onu tanıştırışları, ben aloqa qilayotgan chog'da men bir ko'zimni qisib olgan yerim bor, bo'pti lapaga yerim bor. Men biliglik, davlat men biliglikchiman, men deb qo'yarasiz. Sen oldi bilan meningki qarshimga adliya organlari yoki sot orqali chiq, men menda da'vat edu yoki menda qildi deb. Men achoqning ber 805 desam, sen shuni o'zingga elib, adam bilan mening ovozlarimni elib deb yozmalarni tatib, amin asan bakan-ku. Shuning bilan biz go vidari. Oldi qarab men paqayli. Qayerda ishimizning siziqi kesishidi, qayerda ishimiz nima qilishimiz shuni shu joyda deysak bo'ladi. Uni to'rda hamma narsa bor. To'rda bo'lmasa biz tatib, chaplab, kompyuterlar qachilab, turlarga ayirib qo'yib qo'yamiz. Shuningga shu Mirzat ukam bilan birlashib jiqaraq zarba bermanga. Chima? Aşında sana akap toşup, seninkini bana akap toşup. Aşında işla. Tapalaydı iken bu, şunu mu apağdadan, burumdan xaqның uyini. O biz vatanda degan Shvetsiyaga o'qishga kelib, biz Uyg'urlarni topqichi 3 kun vokzallarda yotgan. Menga YouTuberga tushgancha men Uyg'urlar uchrab qolgancha men yig'lab ketgandim, bu akaslar Uyg'urmi deb. Biz aşında qiynalib, so'rilib yursak, sen ajab ayoling bilan tayyor xalqning uylariga mi tushadiganini bilasizlar, birning bo'z asachning uyi. Sen meni xoin deb atamsa, o'zingning Anvar O'zbek degan akangchi, Anvar O'zbek degan akang boshda mashin vazir dedi, uni buni qilib shu soqchilarga maydonning to'g'risida shu soqchilar batdi, soqchilarga kirib chiqib payjoda qilmagan mashinlarni, mashin bozori jur'atdi, keyin taraqqiy qilib, İlyas Hacimninki, Baylana, Yaqub Hacimlarning aqllari yurib, ashlarni xayli qilgan sening akang shu. Akangning yana bir ishlarini deb beraymi? Vatanda bayning bolalarni chiroyli qizlarga akirib solab berib, keyin soqchiga telefon qilib etib, ularni akirib solib etib, voy bo'ldi sizlarniki ishonman mahal qilim deb pul ishlab. Bunday ishlar va akangninki. Sening akangni taniydigan og'aylar bormi edi pasportchilik qilgan? Akangninki ilaqi g'uljidagi bir buvoyni qo'yib elib, 50 ming so'm pulni berib, haramga gapirmay deb pasportini ishlab berib. Anandikin qo'pib
Onun işlerini qilmay, eliqi ömür boyu ishlab topgan buvay sarang'ib, eski velosipedni tarang'itib, yangi hayot haramga mangdim deb sarang'ib ketgan buvayni shu sening akang qilgan. Germaniyadagi Akram degan akang G'ulji vaqasidagi bolalarni Gobovdagi Xolmurat bilan Anvar O'zbek akang tozi chiqib, akang deganni urib qang'imalab, tamdan atlandirib tushirayotgan chog'da ataning yerim kichlab Qozog'iston orqali Germaniyaga chiqarayotgan shu. Gap bo'lsa, menga qonun bilan, advokati bilan hukumat orqali Shvetsiyaning shagiga chiqsin. Tushundingmi? Sening akangni so'layotgan chog'da sen nima deb janvalar jumigandan deb mögünüp jugandan, hamda deb inqilab chop kepsina. Jumamda 20 yil 30 yil muddasiz kesatadigan akang do'yinda so'yna. Xalqaraning matbuotlarini aldab, men degan matbuotga chiqsam mening adam chiqdi dedi, mening atanam turmada dedim. Mana tushan, mana bilib ol. Bu kim o? Güziraning kim o? Germaniyalik Güzira Tashmamatning kim o? Uydagilar chiqqan chog'da chiqib Amnesty International'larnikini medialarda mening singlim chiqdi, ko'rdim, atanam bilan gaplashdim, bu deb haq da'vatdi. Sen yağan intervyuni, yağan bijnasini berib qo'yib, akang oyoqda so'ynab, akang kirkatgan bo'lsa, qizim oyoqdan ishkirdin, tashlab kelib Turkiyadan kiyim-kechaklarni akab, eliq oblast saqchiliklik Ahad degan akang, tag'ang, dadangning inilarining birimisi. Ularchi G'uljidan shaharda bitmaydigan nimalar, pasportlar sening avlodingnikidan chiqatdi-ku. Men xoin bo'lib qoldim endi. Butun emas biladi-ku, bular 8 o'zbekning qashqisi va tamg'isi va deb asos qatlamlar o'p ketgan. Adlaringimcha qara G'ulji xalqi o'p kart o'p ketgan. O Fatima degan adam bilan ixlos degan adlarimni kaynimda o'sha yerda meni Norvegiyaga sestib bunu deb yuribdi. Nima deysiz demamda, mening nima ishim bor, ularning qilmish atmishlarini kim bilmaydi? Çoğun Fatima degan adamning yo'lishman telefon qilib, yangi kelma, anda qilma, sen bilan ko'rishib, manda qilma, o bola quvonsa tava ish ko'yib, bishimdan o'tma, aralashmasa ishimga degandim. Kelanmaydi işte. Qanday kelsa, advokating bilan, saqchi bilan, hukumat bilan oldimga chiqish meniki. Endi yana bir nim deb, yana u yer yezib, yana bir nim qilsam, men bu chiqibmishda so'zlayverman. Tushunding? Endi mening sening nani kutadiganimni, men sendan nani talab qilayotganimni o'zing bilasan. Faqat bo'lmasam shu videolarni qilib, 50-60 ming kronga advokatning yaxshisini tutib, tarjima qilib, akab turib ustimda arz qilsam, mana men bosh Shvetsiyada. Tushunding? Meningcha Shvetsiyaninki tizimdagi tushgan odamninki sotining bo'lishiga men tez ishinib ketmayman. Menmo seninki qandaq akangning chiqarib bergan shu materiallar bilan qandaq chegirlardan kelib, menmo unchalik o'tamiz. Menmo seninki qandaq yegan, qandaq nima qilganingni burundan boshlab hammani yeb qo'ygan mening isbotchilarimdan tortib, Shvetsiyadagilarni bilisizlar-ku, eliqi xotininglar, balanglarni apasa chegirda tutib olgan, uyinglar kirib kameralar tortib chiqatgan. Hammasi bor. Uningnikini Polshadagilarni kelyotidi. Ularmi tayyor. Juma? Shunday gap. Sen meni xoin deb ketibsan, o'zingcha. Sen o'zingninki qo'ng'i qarab etib, po'qonga qarab etib, uningnikin gap qil. Tushundingmi? Sen degan G'uljida, Jongjun Dinganning oldida Nissan Tidanayda to'y ko'chirib yurgan bir nimadan qara. Biz qanday bo'lmasin, muntazam 9 yillik ma'rifatni tugatib, ishga 4 yil o'qib, men o'qish kelib, xeyli hayot beshimizda o'tgan. Biz 10chilik greylik, 10chilik dot odam yo'q. O'zingni erchaqlasang, o'zgani shirchaqlar degan gap bor. Anda. Shundan eliqi Amerikadagi Sarang yo'lbos Marzat degan. Senmi shu o'zingni yo'lbos chaqlasang, tug'liqni shirchaqla. Tushunding? Sanga eliqi chub qoldigan yoki galdigolning oldigan odam yo'q. Sen meni xato butunlay xato o'ylab qolibsan. Sen eliqi o'zingni talva bo'lsang, men sening shexingga chiqadigan talva. Men eliqi sen nimqitpagandikidek, sen o'ylagandikidek odamlar emas. Men bir turkumlarman deb qo'y. Qurultaydan tortib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasliklar, Amerikadagi barcha dushmanlari, mushu Shvetsiyadagi olamda Nabija alayliq joylayman, u bu onda joylayman degan gapni yamonmi jiq qilib ketdim. Zumrat Tursun joylayman deb baxtim, Sodiq menimi deb baxtim. Men mishada ya joylab bo'laman. Mush anda qilma, manda qilma deganlar, naga berib qonun tomonidan qilmaysanlar, men bor.
yoki chiqami yerga bak no'ch so'zlab ketding unda bo'lsa jurami yer kel bo'ldi uyaga boramiz desang uyalarga bora olayman men to'liq hamidni hech kim bilmaydigan odam emas biz to'shiklar kira olamizku xili yerlardan chiqib ketgan bu saqmish bir beshim bilan men Shvetsiyaning ichida xili bir yerlardan saq chiqib ketgan bu beshim bilan na desanglar shu yak chaqasanglar men tayyor ekranning oldida o'tiribman mayli Robiya Qodir emas ovozdan tinib oldigan o'zini misdan qilib oldigan shunda haqni ozdirib sen go'ylar jidalga selib shu yurish shunda meyada bir ikki ta jumur bo'tdi o'sha jumur bilan oxirlashtirayamdi mana bu dunyo uyg'ur qurultiyidagi 11 munofiq shu eliqi partiya maktabida o'qiydi ekan bu Bejingda jumur ham mana bu chaqchaq ular o'qishdi o'qiydigan vaqtida Bejingda Ro'shan Abbos, To'lqin Aysa, Dilshod Rashid, Robiya Qodir, Barat Yo'rinqosh, 11 milliy munofiq eng oldidagi Bejingdagi partiya maktabida o'qib, eliqi mavsum oxiriga kelgan chaqda ma'lumsi bilan ariydi ekan bu. Partiyani yaxshi bittaganlar bir guruhga, a'lo bittaganlar bir guruhga, o'rtalik bittaganlar bir guruhga deb bo'ladi ekanda. Shuning bilan bir turkum Xitoylar bu yoqqa a'lo, yana bir turkum Xitoylar bu yoqqa o'rtada, yana bir turkumlari shu yaxshi natijalar bittaganlar. Tusa bo'ldi deb guruhni tanshab bo'libdi-da. Bu tanshab bo'lsa, shuning bilan 11 munofiq miyat turadi ekanda, o'miyo, molimimda qarab tursa, molimni qolib, "Zala" desa, shuni Robiya Qodir chiqib Allohga vakolatan bo'lib, "Lavsha, men xaylarning guruhi qaysi degan." Mana birinchisi ketdi. Mana ikkinchisi, mana Amerikadagi yo'lboshqa doir yumurdan birisi. Ammo o'ylaqa Ro'zaxonning bir chaqchiqi bor-ku, o'ylaqa yo'lboshninki. Uni men azroq o'zgartirib qo'ydim men oxirida. Shuningki mana bu nim qilib qo'ydim-da. Bu yo'lbosh Shanxay Fudanda shuda xotin bilan tanlagan ayqotqa vaqtida muhabbat chatqa vaqtida urushib kelib, xotinni ko'ziga yog'ochni vasliq qilib qo'ydi ekanda. Shuni vasliq qilsa, men ko'zim mirtliq qilmay ketar ekanda. Ketgandan keyin shuni bilan qopib u nima qildi ekan, shuni bilan berib, u ko'zini elbetib, yog'on ko'zdan birini sap qo'ydi ekanda. Yog'on ko'zdan birini sap qo'yib, bu yo'lbos ana ekan. Birkan so'rim bo'lgan shuylaqa. To'lqin Aysalar keldi deb bu berib, araq degan o'lgida kichib mas. Shuni bilan shu yetiblam qaptida. Yetibla qolsa, buningki ayinda yana bir Murat Ataman degan bir serkol bor. Serkolni bilasizlar-ku, shirpatchani chiqib, "Hay, alaylar" deydigan. Shu Murat Atamanning yetib qaptida bu. Shuni bilan qopib yetib qoplam bu deganda shu ko'zimni qilib qolsin deb iplam shu bir stakanga sepib qo'yibdi-da. Stakanga sepib qo'yiblam shuni deganda qopib deganda qopib ishlab ichiblam g'urtliqda ko'zini yutib-da. Qarshına ola etdigini mangay desa, yo'lga chiqadigan chaq bir ko'z yo'q meniki. Voy abla deb, "Yo, Murat atamı ko'zim yo'qdi" desa, "Hay, men qarab baqay, alida qo'nglarga" deb tamash. Qo'ngini ichib shunda qarab tursa, Mirzatning ko'z qo'ngini to'shigib maraq turgan. Voy Murat atamın qo'q ketiga, "Voy, alida qo'nglardan biz qaravotdi" desa. Mirzat qo'q, "Kim qaravotdi" desa. "Voy, alida qo'nglardan erkinsizda qaravotdi, sizni buyruq." Shunda qarindoshlar ishda gap, bular ishda buyruq bilan, ishda ishli bilan qildi-ku. Shuningga shunda gaplar. Ya, bo'pti, unda bo'lsa, tunugunmi Nurshad bilan shunda yaxshi deyish oldik, ondan bo'ldi. Ammo qanday qilasiz, Mirzat o'zing yolg'iz qolding, uni ozdirib, jidallarga tiqib. Sanga ta'sir oldi, birasini tepish kerak sana. Sana o'sha azam podaqchilar yo'q-da, hozir unda bir tasliq manga setildigan, qimmatchi ko'p ketib bordi, mayning bahasi o'rlab ketib bordi. Sening bahasing o'rlamadi, shu beti tursa bo'lsa. Bo'pti, qimmatingni yo'qotma. Shu bir xil narx tutib, unda o'rlabmay ishga borolmaysan. Shunda gaplar qarindoshlar. Bo'pti, unda bo'lsa, hamsa, Allohga omonat qarindoshlar. Keyin gaplashamiz. Bo'lgan ishlarmish shu. Endi qolganlar arzinglar bo'lsa, antinglar bo'lsa, dadinglar bo'lsa,
Biz shu sotda yoki saqchiqanda gaplashsak bo'ladi. Mening davomli ta'kidlayotganim qonun yo'lini tutishga, uningdan chatnab ketgan yerim yo'q. Uningdan chatnab ketgan kunim u ishlar boshqacha bo'ladi. Biz eng yaxshisi g'arb ellarda yashagandan keyin Bakram Tursunninki ayoliga deydiganim Masuda xonim biz Shvetsiyaningki qonunni hal qilaydi. Shvetsiyaningki jamoati sizga hech nima qilib bermaydi. Men birinchi qitim ma'qul degan chaqda kammadingiz o'zingiz eringizni avat etdingiz. Ikkinchi qitimda meningcha qonun yo'lini tutsak nayt to'g'ri bo'ldi. Jamoat hech nima qilib bermaydi. Qarindoshlar, biz Sham davlatida yoki Eronda yoki Afg'onistonda yoki bir islom ellarida yashamadik. Biz g'arb ellarida yashayapmiz. Cho'qim har qanday ishimizni g'arbning qonuni bilan qilishimiz kerak. Buni o'rganinglar. Qonun bilan, jamoat bilan hal qilamiz degan narsa Uyg'urni kontrol qilish, Uyg'urni qo'qoq silish, Uyg'urni qo'rqitish. Mani obdan bilinglar qarindoshlar. Shuningga har qanday ishni qonun hukumatning adliya organlari orqali chiqirdi. Qonun qaror chiqirdi har qanday ishga. Jamoat hech nima qilib bermaydi. Jamoat o'zining dadi bilan bildi. Bopmo o Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoati yozning ya qaqshavatman-ku. Mushtabildi desam hamda kelib jamoat qilamiz, miya keldi desanglarmi sattura Shvetsiyaga qarindoshlarim. O'zinglar bilisizlar, ko'pinglarga mening yomonligim tegib boqmagan. Shuningga ko'pchilikninki o'zini sal hay deb o'ziga bir urib etib, bu yangi ko'chib kelganda men burundan mishadi bor. Bo'ldi. Jamoat degan bilan shu to'y-to'ykun nazarchiroq bo'ladi. Uningdan boshqasi bo'lmaydi. Shvetsiyaning qonuni. Shuningga seni bir nimda o'tirsan, qonunni oldiga bor debdan, qonunni oldiga ishtiringlar. Kimi? Qonun eng yaxshi qoral. Qonun eng yaxshi adil narsa. Obdan qarindoshlar, aman bo'linglar.